million obunachisi bor kanalimiz kelgan. Ko'rib turibsizlar, seriozniy kanal deydi. 3 million obunachisi bor do'stlar. Xo'p, hozirgacha ishlagan pulini ko'rsa ham sizlarga вообще shok bo'lasizlar ishlagan pulni ko'rib. Kelar, hozirgacha emas, oxirgi 1 yilni ko'rsataman. Oxirgi 1 yilda $61,000 ishlagan kanal do'stlar. Oxirgi 1 yilda tasavvur qilsanglar bo'ladi, $61,000 kanal ishlagan. Oxirgi 1 yil. Lifetime qiladigan bo'lsa, $80,000 pul ishlagan do'stlar. Mana kanalimiz $80,000 daromad ko'rgan. Xo'p, mana shu kanalimiz do'stlar, hozir oylik doxodi ham oyiga 2-3 ming bo'lgan. Yaxshi kanal xullas mana. Masalan, sentyabr oyining doxodini ko'rsaman. Bunday kanallar do'stlar nima desa bo'ladi? Mana. Xo'p, mana oyma-oy doxodlar ko'rdik. $2,000, $4,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $10,000. Xullas, normal summa ishlaydigan kanal. Hozir kanalimiz yopilib ketish arafasida do'stlar. Mana shu kanalimizni hozir olib qolganmiz. Xo'p, bu kanalimizga do'stlar 3 ta strayk kelgan. Mana ko'rib turibsizlar, 3 ta strayk tashlashgan. Hozir 3 ta straykni do'stlar men sudlashuvga berdim, YouTube sudiga berdim. Haqiqiy biz avtor ekanligimiz haqida. Xo'p, ushbu xullas agar strayklar olinmasa, kanal 2 kundan keyin yopilib ketadi do'stlar. 2 kundan keyin kanal yopilib ketadi, lekin men hozir mana 2-3 kundan beri shu kanalimizda saqlab qolish harakatidaman. Hozirda mana bitta yaxshi yangiligimiz bor. Bitta straykimiz xudo xohlasa yo'qolyapti do'stlar. Mana forwarded nasib bo'lsa bu xudo xohlasa straykimiz yo'qoladi bittasi, ikkita strayk qoladi. Xudo xohlasa bularni ham nasib bo'lsa olib tashlashga harakat qilamiz. Mana shunaqa do'stlar, normalroq kanallar bo'lsa, masalan, kimdir strayk tashab qolsa, haqiqiy strayk yoki bo'lmasa fake strayk yoki bo'lmasa qanaqadir bir strayklar tashlasa yoki kanallar yopilib ketish arafasida bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, mana shunaqa xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Mana 3 millionlik kanal pul ishlaydi do'stlar, konkret. Mana bizda bunday kanallar lekin noyob. Realni aytaman, masalan, bu video bilan masalan men hamma youtuber bo'lsin demoqchi emasman yoki YouTube'da mana shunaqa zo'r pul beradi demoqchi emasman. O'zbekistonda masalan $100, $200 topadi o'rtacha YouTube'dan bolalar. Bu realni gap. Lekin mana shunaqa masalan Amerika yo'nalishida bu. Amerika yo'nalishidagi kanallar yoki bo'lmasa ingliz tilidagi, rus tilidagi kanallar esa yaxshiroq topadi. Masalan 400, 500, endi $1000 topadiganlar sanoqli do'stlar. Lekin mana unaqa daromadi juda ham yuqori bo'lgan kanallar bitta-bitta kelib qoladi. Yaqin bitta kanal chiqargandim, esinglarda bo'lsa, u qancha topadi? Oyiga o'rtacha 2000 topadi u ham. Shunaqa do'stlar, kanallar ko'p. Faqat hammasi ham yurmaydi. Mana shunaqa strayk tashlash ehtimoli ko'p bo'ladi. Masalan, kanalingiz ko'tariladi-yu, masalan, hozir 0 dan ochsangiz, Amerika kino qo'yasizmi yo boshqa narsa qo'yasizmi, sразу strayk dangallab tashlaysiz. Bu kanalni nima uchun dangallatishmagan? Bu kanal 3-4 yildan beri spokойно ishlagan. Tushunasizlarmi? YouTube'da shunaqa algoritm bor-da. Birdan ko'tarilib ketsangiz, kanalingiz yopilib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin stabilniy yursangiz, YouTube'da shunaqa joy bor. Nastroykalari stabilniy yursa, masalan, oyiga 5 million prosmotr, har oy 5 milliondan yursangiz, u stabil hisoblanadi. Masalan, keyingi oy birdan 10 millionga chiqib ketsa, YouTube sразу проверкаga oladi. Tushunyapsizmi? Bu kanal ham birdan ko'tarilib ketganmi, xullas strayk tashlashganda, hozir strayk yo'qotish ustida ishlayapman. Xudo xohlasa strayklarni yo'qotib beramiz do'stlar. Mana shunaqa ishlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa do'stlar. 99lik 791 32 32 do'stlar, Telegramdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar. Faqat SMS do'stlar, telefon qilmanglar. Men ko'p telefon qilishadi, javob bera olmayman. Telegramga yozib qo'yinglar, javob beraman. Kechroq bemalol javob beraman. Agar o'ta vajni, chirchiq vajni bo'lsa, ko'proq SMS yozinglar. Lekin asosan abitdan keyin yozsa maslahat beraman. Tushunarlimi? Shanba yakshanba ishlayman lekin. Xo'p, bu kanalimiz hozir yopilib ketmasligi uchun bir mana dalil sifatida chiqarib qo'yibman. Xudo xohlasa strayklarni yo'qotib bersak, nasib bo'lsa yana bu yoq ishlayveradilar. Salomat bo'linglar do'stlar.